Bizlarni sof aqidaga yo'llagan Alloh taologa bitmas tuganmas hamd sanolar bo'lsin. Hop, biror bir mazhabga ergashib itoat, ibodat qilish kerak. Mazhabga ergashmasa bo'lmaydi. Birodarlar, Qur'oni Karimni hozir ta'rifini qilib o'tdik. Qur'oni Karimda hukm chiqarish bu alohida ulkan va buyuk bir ilmdir. Buni ijtihod darajasiga yetgan buyuk mujtahidlar amalga oshirgan mashaqqatli bir ishdir. Bu narsani har bir odam ham qilish imkoniga ega emas. Har bir arab qilish imkoniga ham ega emas. Har bir mufassir ham qila olmaydi. Har bir muhaddis ham qila olmaydi. Qur'oni Karimni ahkom oyatlarini o'rganib, bu yerdan chiqadigan hukmlarni o'rniga qo'yib, xalqqa o'sha oyatdan nima iroda qilinganligini to'g'ri tushuntirish fuqaholarning ishi. Ana shuni mujtahidlarimiz, mazhab boshlarimiz, ularning ulug' shogirdlari qilishgan. Hamma narsani tayyorlab qo'yishgan, osonlashtirib qo'yishgan. Ana shundan keyin demak har kim bir mazhabga ergashish vojibligi xalqqa tayin qilingan. Mazhabga ergashmaymiz, o'zimiz Qur'ondan, sunnatdan hukm chiqaraveramiz deyish bu safsata xolos. Quruq gapdan boshqa narsa emas. Hozirgi kunda ko'zga ko'ringan ulamolardan biri suriyalik olim Muhammad Said Ramazon Buti, Alloh u kishini o'zi saqlasin doimiy ravishda, mana shu to'g'risida aytadilarki, alla mazhabiyya qantaratul latiniya. Mazhabsizlik dinsizlikni ko'pirigidir deydilar. Kim mazhabsizlikka o'tsa, bemazhablikka o'tsa, dinsizlikni ko'pirigini ustida turgan bo'lar ekan, yurib borib o'sha tarafga o'tib ketadi. Xudo saqlasin bundan. Bu mazhabga taassub emas. Bu Qur'onga xilof qilinglar degan gap emas. Balki Qur'onga to'g'ri amal qiling. O'zingni havoyi nafsingga qarab emas, haqiqatda Qur'onda nima talab qilingan bo'lsa, shunga amal qilishni ko'rsat. Shuning uchun demak mazhabni tutib, shunga amal qilish kerak. Bundan boshqa demak da'vo yo'q. Mujtahid bo'lganlar ijtihod qiladi. Lekin hozirgi kunda necha yillar o'tib ketdi, hech kim men mujtahidman deb da'vo qilgani ham yo'q. Birov boshqani mujtahid deb aytishga qodir bo'lgani ham yo'q. Ana shu ma'nolarni yaxshi bilib, boshqa har qanday safsatalarni bir yoqqa qo'yib, bizda Hanafiy mazhabimi, mana shu mazhabni tutamiz, mana shu mazhabni ushlaymiz, shunda amal qilamiz desa, ana shu odam Qur'on bilan sunnatga eng yaxshi amal qilayotgan odam bo'ladi. Mazhablarni tanqid qiluvchilar ayniqsa Hanafiy mazhabiga qattiq bosilishgan. Bular fikr bilan ish qiladi, o'zini ra'yi bilan ish qiladi. Qur'on bir tarafda qoladi, sunnat bir tarafda qoladi degan gaplarni aytishgan. Buni Mullaqo Ali Qori rahmatullohi alayh o'zlarini Buxoriyaga yozgan sharhlarini muqaddimasida ham aytib o'tadilar. Bunga sabab bizning ulug' ulamolarimiz fiqhiy ahkomlarni keltirganda orqasidan dalillarini keltirishmagan. Ya'ni bir qismlari, hammasi emas. Avvalda ba'zilar keltirgan, ko'plari ulug'lari keltirishgan. Keyin vaziyat talabidan odamlarni osonroq o'rgansin, baribir hujjati bor buni deb hujjatni aytmasdan keltirishgan. Keyin mana shunaqa gaplar ko'payib, Hanafiylarning dalili yo'q, Hanafiylarning hujjati yo'q deb o'rgandan keyin Mulla Ali Qorining o'zi shu Muxtasar Buxoriyani sharh qilishda shuni ko'rsatib qo'yganlar. Muxtasar Buxoriyani mana ko'pchilik o'qigan, yozgan, biror yerida dalili yo'q, oyat hadis keltirmaydi. Lekin Mulla Ali Qori sharh qilib turib, har bir hukmga bir nechta oyatni, bir nechta hadisni qator qilib keltirib qo'yganlar. Undan keyin yana boshqa ulamolarimiz ham bu ishni qilishdi.
oxirgi mavja, oxirgi safsata ko'tarilib, mana shu bizi davrimizda mazhabni so'kish, Hanafiylarni ayblash chiqib boshqa bo'lganda, mana Zafar Ahmad Usmoniy rahmatullohi alayh I'la'us Sunan degan 22 juzli kitobni 27 yil yozdilar. Ana shu kitobda ana shu mazhabni, ya'ni Qur'onga, sunnatga amal qilyapmiz, mazhabni tan olmaymiz deganlarni hammasini o'tkazib jimitib qo'ydi. Bitta fiqhiy hukmga 10 ta dalil bo'lsa 10 tasini, 30 ta bo'lsa 30 tasini keltirib qo'ydilar. Hanafiylar unaqa dalilsiz, hujjatsiz Qur'on oyatiga, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadisiga suyanmasdan ish ko'rmasligini isbot qilib qo'ydilar. Shuning uchun haligi safsatalarni hammasini bir chetga yig'ishtirib, ko'ngilni to'q tutib, biz mazhabga amal qilyapmiz, bu Qur'onga amal qilganimiz, bu sunnatga amal qilamiz degan tushunchani doimiy ravishda egallash bo'ladi. Ulamolarimiz izohlatlari bilan o'sha savolni ikkinchi qismi ham bor ekan. Bu ham bugungi kunning dardlaridan bitta dardni aks ettirgan. Birov men Hanafiy mazhabdaman desa-yu, amal qilishda boshqasini amalini qilaversa nima bo'ladi? degan gap. Haqiqatda mana shu gap bor. Haqiqat. Men Hanafiy mazhabdaman deydi-yu, safarda sunnat namozini o'qima, o'qib bo'lmaydi, o'tir. Nimaga o'qiding deydi. Men Hanafiy mazhabdaman, mahkam ushayman, boshqalarni o'qilaman, bo'qilaman deydi-yu, yana shunga o'xshagan narsalarni qilishaveradi. Bu qanaqa desa, buni talfiq deyiladi. Bu mazhabdan bittani olib, bu mazhabdan bittani olib, demak, o'zini xohishicha ish tutishi. Bu mutlaqo durust emas. Hech qachon demak ruxsat yo'q bunga. Bunga jazo bo'ladimi debdi, muayyan bir jazoni demak men ko'rib o'qiganim yo'q, lekin qoida bo'yicha o'sha vaqtning ulamolari ta'zirini beradi. Yani nima ta'zir berish kerak? Mana qilmasin, xalqning ichida ixtilof chiqarmasin, odamlarning boshini aylantirmasligi uchun. Tushunarli bo'lish uchun yana men bir nima qilishim kerakki, bir odam juda ilmi osmonga chiqib ketdi farazdan. Nihoyatda olim bo'lib ketdi. Mazhablarni olib dalillarini surishtiryapti. Rivoyatlarni biladi, boshqa qiladi. Qarab bir mazhabni dalili kuchli, ikkinchisiniki o'rtacharoqligini topdi. Shuni ham ko'chaga chiqib aytishga haqqi yo'q. O'zi shaxsida bilib qo'yadi, ko'chaga chiqib men topdim demaydi. Chunki odamlarning o'rtasida fitna chiqaradi. Ixtilof chiqaradi. Unda bo'lgandan keyin mana bunaqa ishlar mutlaqo to'g'ri bo'lmaydi. Haligi aytgan gapimiz o'shunga amal qilishimiz kerak bo'ladi.